Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar va opa-singillar, sizlarni ayyom hayit bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman va bugungi sizlar uchun beriladigan darsli hayit bayrami munosabati bilan sovg'a sifatida qabul qilgaysiz. Albatta oxirigacha eshitib, o'zingiz uchun manfaat olasiz degan umiddaman. Bu kun nafaqat bayram, balki doim har kun inson o'z qalbiga qaytishi, Allohga yaqinlashishi uchun ham bir imkoniyatdir. Shuning uchun ham aynan shu mazmundagi ilmni, ya'ni tasavvuf ilmi nima degan savol ko'pchilikni qiziqtirib kelgani uchun shu haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berishni lozim topdim. Bugun shu tasavvuf ilmi bilan birga juda muhim bo'lgan mavzuda ham gaplashib o'tamiz. Bugungi kunda ko'pchilikda chalg'ituvchi vaziyatlarga e'tibor tobora kuchayib borayotgani hammaga ma'lum. Shu sabab inson uchun asosiy bo'lgan narsa bu o'zini anglash, o'zini o'rganish holati unutilib bormoqda. Shunga tasavvuf ilmi haqida ma'lumot berishdan oldin biroz shariat haqida ham qisqacha tushunchaga ega bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, endi shariat nima? Tasavvuf nima? Nega inson haqiqiy o'zligini aynan shu yo'lda topadi? Shariat bu Alloh taolo insonlarga yuborgan hayot qonuni. U insonni qanaqa ibodat qilish, qanaqa yashash, qanday halol haromni ajratishni o'rgatadi. Shariat inson uchun chegara ilmi, ya'ni tartib ilmi hisoblanadi. Mana misol uchun dinimizni olsak, dinimizni ma'lum bir chegaralari. Agar Alloh taolo dinni tushirmaganda odamlar tashqariga, ya'ni har qayoqqa tarvaqaylab ketgan bo'lardi. Buni hatto mana dunyodagi eng kuchli psixologlar ham o'rganib chiqishibdi. Ha, din bekorga tushmagan ekan deb isbotini ham ko'rib tan berishdi. Misol uchun shariat bo'yicha bir misol keltirsak, masalan, katta bir daryoni olaylik. Ikki cheti qirg'og'i bor, o'sha chetidagi qirg'oq daryodagi suvni ushlab turibdi. Misol uchun. Agar qirg'oq bo'lmasa, daryo atrofga toshib ketadi. Shariat ana shu qirg'og'i hisoblanadi. Men misol uchun oddiy misol bilan keltirib ko'rdim. U inson hayotini tartibga solib turadi. Shariat insonga masalan namozni, ro'zani, halol haromni, bilasizlar, adolatni, odob axloqni o'rgatadi. Ya'ni shariat insonni yo'ldan chiqib ketishini oldini oladi. Mana buni o'zinglar ham juda yaxshi bilasizlar. Qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik shariat bo'yicha. Endi tasavvuf haqida bilib olishga harakat qilamiz va uni tushunishga harakat qilamiz. Tasavvuf nima? Tasavvuf bu insonni qalbini va nafsini tarbiya qiladigan ilm. Agar oddiy qilib aytsak, tasavvuf insonni ichidan o'zgartiradigan ilm. Chunki insonda ikkita hayot bor. Zohiriy tashqi hayot, ikkinchisi botiniy ichki hayot. Tashqi zohiriy hayotga masalan amallar kiradi. Haligi aytganimdek, shariy bo'yicha, ya'ni namoz, ro'za, halol harom deganimdek, bular kirsa, botiniy hayotga esa qalbni holati inobatga olinadi. Ya'ni ichkarida o'sha ixlos, sabr, tavozi, muhabbat. Shariat asosan zohiriy amallarni tartibga soladi. Tasavvuf esa qalbni tarbiyalab tartibga soladi. Nega tasavvufga alohida e'tibor qaratish kerak? Inson namoz o'qiyveradi, masalan, ammo ichki holatiga e'tibor qaratmaydi.
ichida kibr bo'lishi mumkin, hasad bo'lishi mumkin kimgadir nisbatan. To'g'rimi? Balki riyo bo'lishi mumkin. Mana shu kasalliklar sabab inson o'z ichiga befarq bo'lib, qalbini ko'rolmay qoladi. Tasavvuf vazifasi qalbni shu kasalliklardan poklash. Shuning uchun tasavvufni ko'p ulamolar qalb ilmi deb atab kelishgan. Tasavvuf asosiy maqsadi nima deganda, asosiy maqsadi insonni Allohga yaqinlashtirish. Bu qandoq bo'ladi? Bu inson doim nafsini tanisa, kamchiliklarini anglasa, qalbini poklab borsa, uni qalbida ixlos, muhabbat, Allohni his qilish holatlari paydo bo'ladi. Tasavvuf nimalarni o'rgatadi? Tasavvuf insonga 4 ta asosiy narsani o'rgatadi. Bular masalan, birinchisi nafsni tanish, ikkinchisi qalbni poklash, uchinchisi ixlos, to'rtinchisi Allohni doim eslash. Hop, nafsni tanish deganda bilasizlar, insonni ichida o'z dushmani bo'ladi. Ya'ni o'sha nafsi, bu uni nafsi. Nafs insonga kibri, hasadi, g'ururi, dunyoga haddan tashqari muhabbatni keltirib chiqaradi. Ikkinchisi bo'lsa, ya'ni qalbni poklash bo'yicha bo'lsa, qalb insonni eng muhim joyi hisoblanadi, bilasizlar. Agar qalb pok bo'lsa, insonni barcha amallari ham chiroyli bo'ladi. Tasavvufda bu ishni tazkiyatun nafs, ya'ni nafsni poklash deb aytiladi. Endi uchinchisi ixlos bo'yicha bu amallarni faqat Alloh uchun qilish. Tasavvuf insonni riyodan, maqtanchoqlikdan, odamlar uchun yashashdan qutqaradi. Endi haligi 4-inchisi bo'yicha bo'lsa, Allohni doim eslash. Ya'ni tasavvufda inson Allohni faqat namozda emas, balki yurganda, turganda, yotganda, yonboshlaganda, ishlaganda ham, yashaganda ham eslashni o'rganadi. Bu holatni zikr va huzur deb aytiladi. Tasavvuf qayoqdan chiqqan deganda, asosi Qur'on va sunnatga borib taqaladi. Masalan, Qur'onda aytilganki, nafsini poklagan kishi najot topdi deyilgan. Tasavvuf mana shu aynan shu bilan shug'ullanadi, ya'ni nafsni poklash bilan. O'zi nomi u vaqtda chiqmagan, tasavvuf deb kelmagan, lekin keyinroq chiqqan nomi. Masalan, payg'ambar alayhisolamning davrlarida ham fiqh degan nom bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Keyin anaqa aqida degan nomlar bo'lmagan, ular ham keyinroq chiqqan. Keyinchalik ulamolar dinni osonroq usulda tushuntirish uchun alohida fanlarga ajratishgan. Xuddi shunday qalb tarbiyasi ilmiga ham tasavvuf degan nom berilgan. Tasavvufning haqiqiy yo'li qandoq deganda, haqiqiy yo'li ikkita narsaga bog'langan. Mana ya'ni shu o'sha shariatga va sunnatga. Agar bulardan chiqsa, u haqiqiy tasavvuf emas. Tashqariga chiqib ketdi. Bir misol keltirsam, shariat daraxt deylik, misol uchun, tasavvuf uni mevasi. Agar daraxt meva bermasa, u to'liq foyda bermaydi. To'g'rimi? Kesib tashlash kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolarimiz aytishganki, shariatda tasavvuf bo'lmaydi, tasavvufsiz shariat kamolga yetmaydi deb. Ulamolarimiz shariat tanani tarbiyalaydi, tasavvuf qalbni tarbiyalaydi deyishgan. Agar inson faqat shariatni bilsa-da, ammo qalbi pok bo'lmasa, u ibodat qilaveradi. Tashqi zohiriy amallarni ham bajarib yuraveradi. Lekin o'sha amallarni bajarishi ichki holatiga ahamiyat bermaydi. Tasavvuf ichkaridan, noldan boshlab ikir-chikirgacha lekin asta o'zgartirib boradi. Shuning uchun mashoyixlarimiz aytishganki, shariat bu yo'l, tasavvuf shu yo'ldan yurish deyishgan. Buni tafakkuri kengroq odam yaxshigina tushunib oladi. Endi bu inson haqiqiy o'zligini qayerda topadi deganda, tasavvuf insonni o'z qalbiga qarashga, nafsini tanishga, Allohni his qilishga o'rgatadi. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytishadiki, o'zini tanimagan inson butun dunyoga ega bo'lsa ham baribir o'zini yo'qotgan hisoblanadi deyishgan. Bugungi kunda dunyoda nimalar bo'layotgani o'zingizlarga ma'lum.
Kim nima desa, o'sha tomonga odamlar o'zlari sezmagan holda chalg'ib borishyapti. Yana kimlardir esa o'sha bo'layotgan vaziyatga o'zini berib qo'yayotganini sezishmayapti. O'sha tomon o'ziga tortadi. Misol uchun fitnalar bo'ladimi, adolatsizlik bo'ladimi? Tasavvuf ulamolari aytishadiki, inson o'z qalbini yo'qotganda dunyo ham tartibini yo'qotadi deyishgan. Chunki dunyodagi eng katta muammo bu nafs bo'ladi. Nafs butun hukmronlikni qo'lga olishni xohlaydi. Boylikni istaydi, ustunlikni xohlaydi, egalikni qo'lga olishni xohlaydi. Agar inson nafsini tarbiya qilmasa, u na o'zini, na jamiyatni, na dunyoni isloh qila oladi. Shuning uchun ham tasavvufda aytiladiki, dunyoni o'zgartirishdan oldin nafsingni o'zgartir deyiladi. Mana shariat bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Tasavvuf esa shu yo'lda qalbni uyg'otib qo'ydi. Tasavvufning eng katta mavzularidan biri insonni o'zini anglashi. Chunki ko'p insonlar butun umr ishlaydi, pul topadi, orzu qiladi, kurashadi, lekin hech qachon bir savolni o'ziga bermaydi. Ya'ni men kimman degan savol. Tasavvuf aynan shu savolni uyg'otadi. Aslida inson kim? Tasavvuf ulamolari aytishadiki, inson faqat jismdan iborat emas deb. Unda 3 ta narsa bor. Jism bu moddiy tanamiz, bilasizlar. Ikkinchisi nafs, xohishlar va istaklar. Uchinchisi ruh, bu Alloh tomonidan berilgan nur. Qur'onda Alloh inson haqida men unga o'z ruhimdan pufladim deb aytadi Alloh taolo. Bu degani inson oddiy mavjudot emas. Inson Alloh yaratgan eng ulug' maxluqlardan biri hisoblanadi. Inson nima uchun dunyoga kelgan? Bu savolga Qur'onda juda ham aniq qilib javob berilgan. Alloh taolo aytadi: "Men jinlar va insonlarni faqat menga ibodat qilishlari uchun yaratdim" deydi. Lekin tasavvuf ulamolari bu oyatni chuqurroq tushuntirishgan. Ular aytishadiki, ibodat faqat amal emas. Ibodat bu Allohni tanish, unga yaqinlashish, u bilan bog'lanish. Ya'ni insonni haqiqiy maqsadi Allohni tanish bo'ladi. Ko'pincha biz mana shu joyda oddiy tushunib kelganmiz. Qanaqadir Allohni tanish deganda, bir chetga chiqarib qo'ygandek, befarqroq ma'noda tushunganmiz. Mana hamma o'zidan o'tgan bunaqa bu oyatni eshitib, kim qanaqa qabul qilganini o'zi biladi. Hozirgi paytda notinch oilalarda va boshqa holatlarda o'zini yo'qotib qo'yish holatlari kuzatilyapti. E'tibor bersanglar. Nega inson o'zini yo'qotib qo'yadi? Insonga ichki holatda unga bir kichikmi, kattami, o'rtachami farqi yo'q, holat sodir bo'ladi. U bir sinov sifatida keladi. Aynan o'sha joyda u yo reaksiya berib yiqiladi yoki reaksiya bermay silliqqina o'tib oladi. Reaksiya bergan odam esa o'sha holatga qarshilik ko'rsatib, ko'tara olmay o'sha holatni o'zini yo'qotib tashqariga, ya'ni o'zini relsidan chiqib ketadi. Buni tasavvufda aytiladiki, inson o'zini yo'qotmaydi. U o'z nafsini ta'siriga tushib qoladi. Insonni ichida ikkita kuch bor. O'sha birinchisi nafs bo'lsa, ya'ni xohishlar, g'azab, g'urur deganlaridek. Ikkinchisi bo'lsa ruh. Allohga talpinadigan ruh. Hayotda sinov kelganda shu ikkisi o'rtasida ichki kurash boshlanadi. Agar inson nafsga ergashib ketsa, u reaksiya qiladi. Agar ruhga ergashsa, u sokin, tinch bo'ladi. Bu holat tasavvufda nima deyiladi deganda, tasavvufda bu holat nafs bilan jihod deb aytiladi. Ya'ni insonni eng katta kurashi o'zi bilan kurashish. Buyuk olimlardan Imom G'azzoliy aytgan ekanlarki, insonni eng katta dushmani uni o'zini nafsidir deb. Chunki nafs insonga g'azab qilishi, qarshilik ko'rsatishni, shikoyat qilishni qo'zg'atadi. Bu o'sha ichki siqilish holati. Ya'ni tasavvufda ko'pincha imtihon yoki hol deb tushuntirishgan buni. Ya'ni Alloh insonga bir vaziyat yuboradi,
qiyinchilik, xafa bo'lish holati, tushunmovchilik, adolatsizlik holatlari. Bu vaziyat qalbni sinash uchun keladi. Reaksiya berib yiqilishda agar inson g'azablansa, qarshilik ko'rsatsa, shikoyat qilsa, ya'ni o'sha nafsiga ergashsa, bu holat tasavvufda nafs g'olib keldi deb tushuntiriladi. Shunda inson o'zini yo'qotadi, hayajonga tushadi. Mana shunaqa qilib yo'ldan chiqib ketadi. Reaksiya bermay o'tib ketishda agar inson sabr qilsa, vaziyatni to'g'ri qabul qilsa, qalbini saqlab qolsa, tasavvufda bu holat sabr va rida deb aytiladi. Ya'ni sabr vaziyatni sinmasdan ko'tara olish degani sabr. Rida degani Allohning hukmini qalb bilan qabul qilish. Mashoyixlarimizning bir gapi bor. Buyuk shayxlardan Abdulqodir Jiloniy hazratlari aytgan ekanlarki, sani boshingga kelgan har bir holat qalbingni tarbiya qilish uchun keladi deb. Ya'ni hayotdagi qiyin vaziyatlar jazo emas, tarbiya sifatida keladi demoqchilar. Bitta qoida bordi, tasavvuf ulamolari aytishganki, voqea insonni buzmaydi, insonni unga bo'lgan reaksiyasi uni buzadi deyishgan. Shuni sizlar ham bilib olinglar, tushunib olinglar. Shuning uchun ham orif billohlar reaksiyani nazorat qilishni o'rganishgan. Tasavvufda insonni ruhiy o'sishi uchun keladigan holatlar tarbiya deb qaraladi. Ya'ni har bir siqilish farqi yo'q, qanaqa siqilish bo'lishidan qat'iy nazar, har bir qiyinchilikmi ishingizda o'zinglar uchun bu narsa qiyinchilik bo'lishi mumkin. Har bir tushunmovchilik insonni kamolatga olib chiqish uchun keladi. Insonni voqealar sindirmaydi, insonni o'z nafsi sindiradi. Agar inson nafsini boshqara olsa, reaksiyasini nazorat qila olsa, u har bir sinovdan yuqori darajada o'tib oladi. Tasavvuf insonga aynan shuni o'rgatadi, ya'ni o'zini yo'qotmaslikni. Shuning uchun ham Alloh taolo aytadi, nima bo'lgan bo'lsa bandam uchun yaxshi bo'lsin deb qildim. Buni bizni nafsimizni qulog'i bilan eshitishimiz kerak emas, tafakkurona qalbimiz bilan eshitishga harakat qilishimiz kerak. Chunki nafs eshitib darrov qiyin degan narsani oldiga katta qilib olib kelib qo'yadi. Mana shuning uchun nafs tasavvufni vazifasi insonni o'z asliga qaytarish. Ya'ni o'sha nafsni tarbiya qilish, qalbini poklash, Allohni his qilish. Shuning uchun ba'zi oriflar, ya'ni o'sha orif billohlar aytishadiki, tasavvuf insonni o'zini qayta kashf qilishidir deb. Juda mashhur bir gapni aytishgan. Kim o'zini tanisa, Robbini taniydi. Mana bilasizlar buni. Ko'pchiliginglar bilasizlar. Bu gapning ma'nosi shundaki, inson o'zini zaifligini, muhtojligini, ruhini anglaganda Allohning buyukligini tushunib yetadi. Nega bugungi dunyoda odamlar o'zini baxtsiz his qiladi? Bugungi odamlar hozir paytda texnologiya bor, boylik bor, imkoniyatlar bor. Lekin baribir ko'p odamlarda qanaqadir ichki bo'shliqni his qiladi. Tinchlik topa olmaydi. Tasavvuf ulamolari o'sha aytishadiki, buning sababi inson o'z ruhini unutganidan. Inson faqat jism uchun yashay boshlaganidan. Insonga shunday deydiki, tasavvuf, sen dunyoga faqat ishlash, yeyish, ichish, boylik to'plash uchun kelmagansan. Sen dunyoga Allohni tanish, qalbingni uyg'otish uchun, ruhingni kamoliga yetkazish uchun kelgansan, deydi. Mashoyixlarimiz insonni shunday misol bilan tushuntirishgan. Inson xazina ustida o'tirgan gadoyga o'xshaydi. U butun umr tashqaridan qidiradi boylikni. Lekin u izlayotgan xazina o'zini ichidaligini ko'rmaydi. Tasavvuf esa insonga shu xazinani ko'rsatadi. Tasavvufning asosiy vazifasi insonga o'zini tanitish, qalbini uyg'otish, Allohga yaqinlashtirish. Chunki o'zi haqiqiy baxt boylikda emas, mashhurlikda ham emas, qalbni Allohni topishida. O'zi insonni Alloh yaratgan mo'jiza hisoblanadi. Qur'onda ham Alloh farishtalarga
insonni yaratish haqida aytganda, ular hayron bo'lib shundoq deyishgan. U yerda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan maxluqni yaratasanmi deyishgan. Shunda Alloh taolo javob bergan: "Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman" deb. Mana bilasizlar, bu oyat Baqara surasida kelgan. Bu juda katta ishora, ya'ni insonda farishtalar bilmagan maxfiy sir bor. Farishtalarda yo'q narsa insonda bor. Farishtalar gunoh qilmaydi. Ularda chunki nafsi yo'q. Doim ibodatda. Insonda xohish bor, nafs bor-da, qiyinchiliklar bor. Lekin shunga qaramay, inson Allohni tanlasa, u juda ulug' darajaga ko'tariladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytishgan, nafsni yengan inson farishtalardan ham yuqori bo'lishi mumkin deb. Inson bir ichki olam. Jaloliddin Rumiy ham shunday degan ekanlarki, sen o'zingni kichik jism deb o'ylaysan, lekin seni ichingda butun olam yashiringan deb. Bu juda ham chuqur hikmat. Inson fikr qiladi, his qiladi, muhabbat qiladi, ijod qiladi, haqiqatni izlaydi. Bu sifatlar insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadi. Alloh insonga bergan eng katta ne'mati, ya'ni insonga berilgan eng katta ne'mat anglash qobiliyati. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Biz odam bolalarini aziz qildik." Isro surasida kelgan, ya'ni insonga aqlli ne'matni, tafakkur qilish ne'matini, irodani bergan. Inson bir qulflangan xazinaga o'xshaydi deb misol keltirishgan ulamolarimiz. Ko'p odamlar butun umr mana atrofingizda ko'rsanglar bilinadi, kim nima qidirib yurgani, nimani o'tirib yurgani. Biri baxt qidiradi, biri qudrat qidiradi. Lekin u izlayotgan xazina o'zini ichidaligini sezmaydi, ko'rmaydi, yo bilim yetishmasligidan, yo dangasalik qilganidan izlanmaydi. Tasavvuf insonga shu xazinani ochishni o'rgatadi. Inson nima uchun yaratilgan? Orif billohlar shunday deyishadiki, inson Allohni tanish uchun yaratilgan. Chunki butun koinot, tog'lar, dengizlar, yulduzlarga inson tikilib qarasa, Allohning qudratini ko'rsatib beradi. Lekin Allohni anglay oladigan yagona maxluq bu ko'proq hammasidan ham insonligini anglaydi. Buyuk oriflardan Ibn Atolloh Sakandariy rahmatulloh shunday degan ekanlar: "Sen dunyoni izlab yuribsan, lekin sen izlayotgan haqiqat seni ichingda." Bu hikmat insonni shunaqa tafakkurga chorlaydi. Tafakkurni ochadigan misol, masalan, tasavvufda shunaqa deyiladi: agar inson o'zini tanimasa, u butun dunyoga ega bo'lsa ham kambag'alligicha qolaveradi deb. Lekin inson o'z ruhini tanisa, u hech narsasi bo'lmasa ham boy hisoblanadi deb. Shunchalik boyligini bilganida edi deb bekorga yetishmagan ekan. Shuning uchun Alloh insonni bekorga men sizlar bilmagan narsani bilaman deb aytishida sirli narsa yashiringani ma'lum bo'ladi. Ya'ni inson oddiy jism emas, tasodif emas, inson bir ilohiy sir bilan yaratilgani ma'lum bo'ladi. Ya'ni mo'jiza, o'zi mo'jizaligini ko'rsatib beradi. Lekin bu mo'jiza ochilishi uchun oldin inson o'zini tanishi, o'rganishi, qalbini uyg'otishi, Allohni izlashi kerak. Mana tasavvuf aynan shu ishni o'rgatadi. Mana hozir sizlarga qancha ma'lumotni berishga harakat qildim. Inshaalloh keyingi chatlarda yangi darsni ulashishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.